Hürmetli vatandaşlarımız devamlaştırımız 100 euro'da mı? Endeki mavzu 100 euro'da mı? Mesela Prezident Trump Asya Tinchokyan iqtisadi hamkorlik yig'inida bevosita Jungoga qaratib, endi taqat qilg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi mavzuli xabar 11-oyning 10-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Dikkat vatandaşım, bu abzasga dikkat vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump tunji qitim Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashib, iqtisod, savdo va bexatarlik masalasi bo'yicha Jungoga intayin kuchli signal tarqatdi. Hamda Hindi Tinch okean rayonida davlatlarning bexatarligi, millatlarning mustaqilligi, xalqlarning erkinligi to'g'risida kelgusining manzarasini yaratdi. Qayta takrorlayman, hurmatli vatandoshlar, diqqat qiling. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti tunji qitim Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashib, iqtisod, savdo va bexatarlik masalasi bo'yicha, bu yig'in Vyetnamda ochilgan masalasi bo'yicha Jungoga intayin kuchli signal tarqatdi. Hamda Hindi Tinch okean rayonida davlatlarning bexatarligi, millatlarning mustaqilligi, xalqlarning erkinligi to'g'risida kelgusining manzarasini yaratdi. Prezident Trump 10-kuni Vyetnamga yetib bordi. 9-kuni Beijingda Xan sarayida Reis Xi Jinpingning kutib olishiga erishgan edi. Demak, bir kechada Vyetnamga yetib berib, yuqorqi mavzuda, masalan, anglanglar, 100 eurodimi? Prezident Trump Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'inida bevosita Jungoga qaratib, endi taqat qilg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11-oyning 10-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qildi. Yana takrorlayman, bu jumlani anglang, bu abzasni vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump tunji qitim Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashib, iqtisod, savdo va bexatarlik masalasi bo'yicha Jungoga intayin kuchli signal tarqatdi. Hamda Hindi Tinch okean rayonida davlatning bexatarligi, millatlarning mustaqilligi, xalqlarning erkinligi to'g'risida kelgusining manzarasini yaratdi. Davomlashtiramiz. Prezident Trump 11-oyning 10-kuni Juma kuni Beijingdan Vyetnamning Jangang shahriga yetib kelib, u yerda o'tkazilayotgan Osiyo iqtisodiy hamkorlik yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashdi. Prezident Trump CEO yuqori darajaliklar yig'inida nutq so'zlab, uzundan bir Amerika dunyoga izchil holda o'zining bozorini ochib, lekin ba'zi davlatlar Amerikaga qatma-qat savdo cheklamasi qo'ydi. Uzundan buyon Amerika ba'zi boshqa davlatlarga o'zining chegarasini, bozorini ochib, lekin boshqa davlatlar Jungoga qatma-qat boshqa davlatlar Amerikaga qatma-qat savdo cheklamasi qo'ydi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Amerika bu vaziyatning davomlashishiga yo'l qo'ymaydi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Amerika bu vaziyatning davomlashishiga yo'l qo'ymaydi. Prezident Trump Jungoni eg'izga elib bunday ko'rsatdi. Jungo ziyoratim boshlangan kuni Jungoning adil bo'lmagan savdo siyosatini Jungo rahbarlarining oldiga qo'ydi. Prezident Trump bunday dedi. Jungoni ayblamayman. Jungo o'zining manfaati uchun shunday qiladi. To'limi tabiiy, to'limi oddiy, lekin to'limi ro'shan bo'lgan mintaqadan. Demak, sen o'z manfaating uchun so'zlaysan, men o'z manfaatimni so'zlayman. Shu seni ayblamayman, chunki u sening manfaatingni so'zlaganliging uchun de. Mana o'g'al bola qildigan gapchimi? Masalan, biz vatanimizni mustaqil bo'l da'vatimiz o'zimizning so'zi. Biz Xitoyning davlatini yo'qitimiz demaydik, sen chiqib ket bizning vatanimizdan da'vatimiz. Bu o'g'al bola qildigan so'zi. Xitoyda shunda o'g'al bolchilik bormi, yo'qmi? Prezident Trump selishtirib qo'yganlarcha.
Mundaq dedi. Cüngünü ayıplamayman. Cüngü özünün menfaat üçün şundaq qılıdı. Amma bu rayondagi har qaysi davlatlar o'zining manfaatini ko'zlab, boshqa davlatlar bilan savdo munosabatlarini taraqqiy qildirdi. Buningdan Amerikami xuddi shuningga o'xshashla Amerika birinchi deganni chiqish nuqtasi qilib, bu rayondagi har qaysi davlatlar bilan adil, barobar savdo munosabati qildi. Savdo munosabatidan boshqa prezident Trump nutqida to'r batlari bexatarligi, deniz, okean ve qatnash erkinligi meselesini tilga ilib o'tdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Hurmatli vatandoshim, Beijingda suhbat oxirlashib, Vyetnamga kelgandan keyin bo'layotgan gapchimi? Diqqat qiling vatandoshim. Hindiston Tinch okean rayonida har qaysi davlatlar mustaqillikni qo'g'lashida. Endi Tinch okean rayonida har qaysi davlatlar mustaqillikni qo'g'lashida. Erkinlik va bexatarlik ularning g'oyasidir. Diqqat qiling. Demak, bu endi Tinch okean rayoniga barliq davlatlar allaqachon mustaqillikni jakarlab bo'ldi, hey do'stlar. Lekin prezident Trump buni ta'kidlab, shu davlatlar yana bexatarlikni qo'g'lashidi, erkinlikni qo'g'lashidi, mustaqillikni qo'g'lashidi deyapti. Asli deyiladigan gap nima deya? Diplomatik munosabat degan ig'ir munosabatchimi vatandoshim? Prezident Trump Vyetnamni alayda tilga olib mundaq ko'rsatdi. Vyetnam 2000 yildan beri mustaqillik, egillik huquq uchun harmaytalmay kurash qildi. Bugun Vyetnam mustaqil davlat. 1975-yildan boshlab ikki Vyetnam, Shimoliy Vyetnam, Janubiy Vyetnam birlashdi. Bugun Vyetnam mustaqil davlat. Lekin prezident Trump bu yerda Vyetnamni misolga olish kerak. Chunki bu sorun başqa bir sorunda. Vyetnamning Junguning tizginlashidan qutulish uchun tirishchanlik ko'rsatgan bir tarixi bor edi. Navbatda Janubiy dengiz talash tortishida Junguning atrofidagi davlatlarning Junguning hayba qilib kelishiga qarshi turish qatorida Vyetnam zo'r tirishchanlik ko'rsatgan davlat bo'lib keldi. Vatandosh, mana dunyoda. Endiki, yani bir mavzu bunun qo'shimcha, davlat ishlar kotibi Chavshan bilan suhbat qurish mumkinligini chatga qoqmaymiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 11-oyning 11-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Chavshan kelgusida suhbat o'tkazdi. Hatto bevosita suhbatga o'tirish mumkinligini ham chatga qoqmaymiz. Davlat ishlar kotibi Beijingda Vyetnamga ketib o'tib, aeroplanda muxbirga mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Chavshan hamon bir kuni dialoglashadi. Suhbat emas, dialoglashish. Davlat ishlar kotibi Rex Tillerson mundaq dedi. Chavshanning 2 oyga yaqin vaqt ichida raketa sinaq qilmaganligini ortiqcha tushuntirib ketmasligi kerak. Kim Jong-un efendi ifade bildirishi lozim. Ma'lum shaklda suhbatlashga, dialoglashga bo'lamdi yo'q. Davlat ishlar kotibida ko'rsatdi, agar Chavshan yadro qurollarini sinov qilishdan voz kechsa, Amerika tahdid solmaydi. Agar Chavshan fuqarolari xalqi mustabid tuzum ostida yashashni xohlasa, ravo ko'rsa, Amerika bunga aralashmaydi. Lekin diqqat, Chavshan yadro qurolini qo'liga olgan hamon undaqti ish har bir odamga berib ketiladi. 2 kundan beri torbiyada men saqlab qo'ydim, Tesla'ni tutib olmadim. 2 ichida bo'lgan ish. Hozir Chavshan maxsus vakillar umigini Moskvaga avatib, Rossiya tarafga aytibdiki, men Amerikaga yadro qurollari bilan hujum qilaman debdi. Buni ham torbiyatga chiqqan xabarlar isankrab turib, biz yo ishilib yo ishlanmay to'g'anda, bu xabar dal shu xabar chiqqan kunning ertasi Shangangda tizimga oldirgan Somro televiziyasining xabarlarda yana bir qatam takrorlandi. Shunga qaraganda Chavshan yana hozir talbilik qilib o'tanda qandaq. Lekin bu yerda Rex Tillerson oxirgi xabarimizda o yanada Amerikaning ishki bizlik siyosati masalan, tanlab olsang mana bu yo'l tez yo'l bilan mangdigan yo'l. Agar tanlab olmasang, yana tanlab oldigan bo'lsang, o yo'l biz hammani üstiga chiqib bo'ldik.
üstel üstü koyup koyduk. Her kandak mümkünlükünü üstel üstü koyup koyduk. Endi mağı torbetideki eliğe gep Moskvaga berip, Amerikaga ben atom uruşu kozgayman, yadro uruşumu kozgayman degen bolsa, o telvelikten akıbeti kandak düşüdü.